Hammaga sizlar so'radinglar. Men o'sha chitni boshqatdan noldan o'rgataman. Oldingi safar noldan o'rgatmadim. Hozir Roblox birinchi o'chirib tashlaydi. O'chirib tashlayman. Endi Google'ga kiramiz. Google'dan Delta X2 deb yozsanglar, keyin manba 2026-yil turadi. Avgust 2026. O'shanga bosamiz, keyin manba Delta X2 ga bosamiz. Keyin mana ko'rasizlar, tepada narsa chiqsa bosamiz, uni ustiga bosganimizdan keyin o'chishini kutamiz bilan o'chirib qo'ying. O'tirgandan keyin sizlarga ko'rsataman. Bo'ldi, bizda hozir o't bo'ldi. Kiraman. Yo'q, o'tmabdi, endi ozgincha qoldi. Tezroq bo'lsin. Hamlarni otmay qolishimiz. Keyin nima bo'ldi? Butunlay o'tirgandan keyin ko'rsataman. Bo'ldi, bizda o'tdi. Endi o'tga kirib turib, o'sha o't solamiz, o'rnatishimiz. Keyin o'tadi. Hozir menga ochishni bosamiz. Bitta joyga kirib so'radi hozir. Shunaqa berdik. Kirayotganda Robloxga aytayotgan joyingdagina kiraq joyimizda. Endi bitta bosamiz. Tamam, kerak yo'q. Hozir ro'sinda 99 bilan sizlar mana barcha fayllar boshqarishga ruxsatni bosamiz, keyin mana chiqishni bosamiz. Endi chiqdi. Hozir yana bitta narsa chiqardi. Pochta o'tqizish qiyin, narsalarni qolish qiyin, chit ishlatish oson. Ko'pincha ham chitning qismini oling deb o'shanga manualdan o'tkazishlargacha birinchi qismda просто akkauntimga kirib ketdi. Qaranglar, endi o'zbek filmiga kiramiz. Короче, ko'pincha o'zbek filmini ham o'rgating. Endi kirib olamiz. Kirganimizdan keyin shu chitisiga Roblox iloji javob bermayapti.
ikki bo'lib turibdi haligacha. Hechjon meni Yusuf Negarachi Robloxga qoldi. Robloxga kiramiz. Universitetga bosamiz. Shu odam. Endi mana bu Cupid linkga bosamiz. Endi bu yerdan bizga narsa chiqadi. Kerak emas bosamiz bu yerdan. Tak, bunga bosdik. Keyin orqaga qaytamiz deydi. Chunki Bixbetga kirib ketadi. Ochmayapti. Endi bu yerdan bitta bosamiz, orqaga qaytamiz. Bitta bosamiz, orqaga qaytamiz. Mana oxiriga qaytamiz. Tak, mana shuni kutamiz. Sekundini kutamiz. 99 dan olingan qismini ko'rsanglar bo'ladi. Birinchi qismni shundan ko'ra olib 99 da jiddiy ishlatish ko'ra olinglar. Endi o'tkazish, keyin o'zbeklarda cringe qiluvlar qilish. Endi sizlar xohlagan infinity sakrash bor. Cheksiz ma'lum bosib tursanglar sakrab ketadi. Kasinchi holda Hoppale. Bo'ldi, bosamiz climb qaysi. Qaraychi. Bosgandan keyin 5 sekund kutamiz. Keyin yana Bixbetga kirib bosamiz, mana shuni kopiya qilib olamiz. Endi bu yerga kirib shunda bitta bosamiz, shunda qilamiz. Keyin mana bossak, mana shunaqa joylar ochiladi. Keyin mana keslar hozir. Mana naqd bosasizlar sizlar. Shunaqami? Clean it. Bo'lmasa ekan clean it emas. Clean it ekan. Короче, shuna bosamiz-da. Короче, bizga ochiladi. Mana bu yerdan xohlasanglar speedylarni bu sakrash ekan. Bu sakrash. Mana ko'rasizlar. O'sha xohlagan kayf qilib yursanglar bo'ladi. Kimdirlarni shuna ko'tara olasizlar, xohlasanglar. Infinity sakrash bor. Infinity jump bo'lsa qo'yamiz. Xohlagan joyimizga sakrab, bemalol yuraveramiz. Mana ko'rasizlar, shita tezligi tez, keyin xohlaganimcha sakra olaman. O'tda mana o'tda nima deb yozayapman? Короче, bu yerda narsalar qolasizlar keyboard yana
Endi ko'raman. Keyboard shuncha ishlatib. Mana shu yerdan o'zinglar o'qib xohlaganinglarni qilib, keyin salom yozasiz. Masalan, yoqmaydi. Короче, nima qilsanglar, nima qilasizlar. Ketidan yuradi. Ponni to'xtamaydi. Mana bosinglar. Nima qiladi? Chinnasi qo'shib, nima tashlaydi. Keyin bu vashida kerak yo'q bu. Endi bu boshiga chiqib oladi, ko'rsanglar. Ularadi. Keyin bu oldida turib olardi adashmasam. Ha, mana shunaqa qo'radi. Keyingisi endi orqasiga turib oladi. Bekonga o'xshab. Bu joyiga qarasangiz u orqasida turaverasizlar. Keyin bittani yoqib qo'yasizlar. Pastda turadi, kerak emas. Endi bu nima? Voy, o'chirib yoqaydi. Yerga unga yotilarkan. Qo'yingga. Короче, pizzasi. Tak. Endi kerak emas hozir pizzasi. Mayli, ulos. Tak. O'sha bo'tdan ko'roldik. Keyin men bitamda hozir bitta joy ko'rsataman. Mana shu emotsiyalarni tushirib. Mana tekinga короче mana shu narsalaringlarni olib bemalol. Hozir mana to'g'ri keladimi? Unaqa emotsiyalar qiladi. Kerak yo'q hozir bizga. Tak, endi 7 emotsiya zotni emotsiyalar beradi. Mana bunaqa emotsiya beradi. Emotsiyalarni ko'rsatib chiqaman. Birinchisi bunaqa emotsiya tekinga beradi. Keyin ikkinchisi bunaqa. Keyin uchinchisi mana shu. Menga mana shu yoqadi. Emotsiya bor. Keyin bu mana emotsiyani beradi. Mana shu ham yaxshi emotsiya. Keyin bu oddiy mana shunaqamidi. Bular o'sha qismas. Keyin mana birinchisi. Hozir. To'sindi. Keyin voy, bu yerda hamma emotsiyani berar ekan, endi ko'ryapman. Просто bomba yetib qoldi. O'tkazinglar o'ynay. Mazza qilib o'ynayringlar. Mana. Boy odamlar emotsiya qilsa, shunda emotsiyalar qilib tashlaysizlar. Hayron qoladi. Bir xillari menga emotsiya qilib tashlaydi bor. Hadi ketdi. Tak, yana qanaqadir emotsiyalar bor. Bu yerdan o'zinglar yoqgan emotsiyalarni qilaverasizlar. Ishlataverasizlar. Hammaga xayr, sizlar bilan Realistik bo'ldi. Keyingi videolarda nima o'ynashimizni yoki cheat qaysi o'yinda cheat ishlatishimizni yozib qoldiringlar. Hammaga xayr.